прямой efirda tonalkani temasi tugamadi. Hamma tonalkadan недовольны bo'lyapti. Tonalkam yuzimda yaxshi yotmayapti, yuzimda yig'ilyapti, oqyapti deyotganlar uchun tonalkalar ko'rsataman. Qaranglar. Eng yaxshi ko'rgan tonalka bu Isildaran tonalkasi bilasizlar, yuzda juda ham tabiiy turadi, yig'ilib qolmaydi va kun davomida ideal turib beradi. Quruq yuzga ham, yog'liga ham aralashgan zo'r tushadi. Buni ko'p aytganman. Keyin Dior tonalkasi ham rosa zo'r. Agar yuzingiz mana bu Dior Forever yog'li yuzga, Dior Skin Glow quruq yuzga juda ham yaxshi tushadi. Keyin Charlotte Tilbury meni вообще qoyil qoldirgan bu tonalkani stoykasi rosa ham zo'r. Pakritasi ham dahshat. Buni o'zini mamutini fiksatori bilan ishlatsanglar, qizlar fiksatori va buni o'zini pudrasi bor. O'zini brendiniki. O'sha shikarni chiqqan, обязательно ishlatib ko'ringlar. Men даже test qildim. 12 soat yuzimda shikarni turib berdi. Atak mani kojam kombinirованный, juda ham tez yog'lanishga moyilligi bor. И потом